Aka, bugungi o'yin haqida fikrlaringiz? Assalomu alaykum hammaga. Bugungi o'yin haqida gapiradigan bo'lsak, avvalo hamma Fardun jamoasini, muxlislarini, futbolchilarni, rahbarlarni bugungi g'alaba bilan tabriklaymiz. Bugungi o'yinga to'xtaladigan bo'lsak, o'yin boshida Qoraqalpog'iston futbol akademiyasi jamoasi yoshlari qarshilik ko'rsatishdi, lekin biz birinchi, ikkinchi gol urganimizdan keyin qandaydir ularda pasayish yuz berdi. Shu bilan ikkinchi bo'limga chiqib ketdi. Ikkinchi bo'limda boshida urilgan gol bizga yana kuch-quvvat berdi. Shu orqali qolgan gollarimiz ham ko'rib chiqadigan bo'lsa, yaxshi tashkillangan, chiroyli gollar urib, o'zimizga kerakli bo'lgan g'alabaga erishdik. G'alabani kattasi, kichigi bo'lmaydi. Muhimi bizga g'alaba kerak edi. G'alaba qozondik. Hammani g'alaba bilan tabriklaymiz. Savollar bo'lsa? Assalomu alaykum aka. Bilamiz, Fardun jamoasida Qoraqalpog'iston ikkita yigit o'ynayapti, Bobur Faqat va Naqanchilik. Ularning o'yinini qanday baholaysiz? Bugungi o'yinda Bobur Farhodov ham o'zini yaxshi o'yinlarning birini o'tkazdi. Norxon Sheripov ham ikkovlari ham gol urishdi, golga pas berishdi. Bugun o'zlarining yaxshi o'yinlarining birini o'tkazishdi. Assalomu alaykum. O'tgan o'yinda Xorazm bilan o'yinni ko'rdik. Agar tarkibga nazar soladigan bo'lsak, Xorazm bilan o'yinni ham bugungi o'yinda ham tarkibda unchalik o'zgarish ko'rmadik. Bundan maqsad Fardun jamoasi kubokda ishtirokdan ko'proq joyga borishga harakat qilyaptimi? Bugungi tarkibga kelib chiqadigan bo'lsak, shu oldingi uchrashuvlarda jarohatlangan o'yinchilarimiz bor edi. Ular tarkibga qaytdi. O'sha misol Bobur Farhodov oldingi uchrashuvlarimizda asosiy tarkibda ba'zida Asadbek Zokirjonov, Norxon Sheripov, yana bitta ikkita o'yinchilarimiz bor. Ular ham bir-biri bilan o'zaro sigrinni hosil qilishlik uchun shularni tarkibni tanladik, yutdik, demak, to'g'ri tarkib tanladik. Maqsadimiz kubok bahslarida uzoqroqqa borish. Shu sababli bugun katta rotatsiyaga yo'l qo'ymadik. Hali oldimizda Navbahor bilan o'ta jiddiy uchrashuv kutib turibdi. Bu o'yin bizga shu uchrashuvga tayyorgarlik vazifasini o'taydi desak ham bo'ladi. Savollar bo'lsa, mayli. Rahmat aka. Rahmat.